Mening bugungi so'zlaydigan temam asosligi bir so'zga yig'inchoqlash qildi, portlashdi. Mikrofon yiqildi. Endi biz nayt sirliq va qiziqarli bir olamda yashayapmiz. Hozir bilingini bo'ladigan olamning ichida yer sharimiz nayt zarra qadar nayt kichik bir planet. Quyosh samanyol sistemasiga bo'lgan bir planet. Endi osmon bo'shlig'ida koinotda to'xtamay yulduzlar portlab turdi. To'xtamay xuddi insonga o'xshash yulduzlarmi tug'ilib turdi, o'lib turdi. Ularning ma'lum bir yashash surasi bor. Endi shu yulduzlarning portlashi, darajadan tashqari yulduzlarning portlashi supernova deydi. Endi undan boshqa bizga eng yaqin bo'lgan turg'un yulduz Quyosh bor. Quyoshmi har zaman sirtiga Quyoshning yiqilg'isi gidrogenni yiqilib turib, uningdan sirtiga nur shaklida, elektromagnetik shaklda radiatsiyalar turdi. Biz shu Quyoshning nuridan foydalanamiz endi. Uningdan boshqa belgilik bir surada belgilik bir vaqt ichida Quyosh portlab turdi sirtiga. Uningdan sirtiga Quyoshning olam bo'shlig'iga o'xshamagan zarrachilar, ya'ni o'xshamagan bilimda foton, yani nur bo'lmagan, nurdan boshqa bo'lgan yuqori energiyalik zarrachilarni teshib tushirib turdi-da. Bu Quyosh bor, bizga eng yaqin. Undan boshqa Quyosh sistemasining sirtidagi galaksiyalar, shunday hammasi darajadan tashqari yulduzlarniki portlab, yiqilg'isi tushgan vaqtida o'z ichiga cho'kib, tuyuqsiz portlagandan keyin yuqori energiyalik zarrachilarni yadroni yo'qib turdi. Etrafiga chechib turdi. Yani bu yer shariga yetib keldi endi. Yer shariga yetib keldi. Yer sharida bir yaxshi yerimiz, yer sharining bizni qorshab turgan bir magnit maydoni va atmosfera qatlami bor. Shundan boshqa bu yuqori energiyalik zarrachilar insonlarga zarar bermaydi, xatarli bo'lmaydi. Bu endi bu binoda yaqin bir portlash endi osmon bo'shlig'idagi, olam bo'shlig'idagi yulduzlarning portlashi, bu bir portlash. İkinci portlash endi yer sharimizda yanardağlar var. Yanardağlarningki belgilik vaqt ichida portlash surasi bor. Masalan, mancha 100 yilda, mancha 50 yilda deydigan. Uni olimlar tadqiq qiluvchi, masalan, shu yanardağ qachon portlaydi, portlash ehtimoli bormi yo'qmi deydigan. Ham shu yanardağning portlashini tadqiq qilgan bir soha bor. Yana birisi endi hammadan xatarli bo'lgan sun'iy bir portlash bor. Yadro Hemmimiz bilimiz atom bombasının portlashi. Mesela devletler o'rtasidagi surkilish, yuqori bosqichga yetganda belki bu bir xatar endi. Bizda Yaponiyaga tashlangan Hiroshima Nagasaki ikki orolga atom bombasi tashlanganda nima cho'ng ofat keltirib chiqargan. Endi hozir shu atom yadrosini tinchlik uchun, atom energiyasini tinchlik uchun foydalanish nihoyatda muhimda. Shunga shu uran, atom bombası işlediğin madde uran. Şu uranni xalqarada mesela her kıl maddeler bu yana devletler ara toşulup durdu. Yani bunu şu bazı xatarlik adamlar mesela şu uran ve uran o'xshaydigan yuqori yadro eg'ir bo'lgan elementlarni yoshirib chigirdan o'tkazib ketib qolsa, mesela bu bir xatar bo'ladi-da, nihoyatda bir texnik. Yani bunu charlaydigan bir xil texnika var. Emin yaptığım şu 3 xil portlash. Şu timda 3 xil portlash hadisini so'zlayman asosida. Endi buningda oldindan olam nuri deb anglab bakkan bo'lishinglar mumkin. Olamda kelgan gaplarni olam nuri. Ikkinchi turlik tomografiya. Tomografiyaning nima ekanligini so'zlaymiz. Undan keyin shuni olam nurini tadqiqlama qiladigan, sezadigan sezgich asboblar, senzorlar endi. Sezgich elementlari, undan keyin miyon tomografiyasi, algoritm, bu butunlay matematikalik bo'lgan model, yoki kompyuter texnik programmasi. Va kompyuter texnik programmasi degan, masalan biz nimalardan YouTube'lardan nimalardan ko'ramiz, Quyoshni, osmon bo'shlig'idagi yulduzlarni har xil amaliyot u nima qilib turib amaliy bo'lgan narsa emas, faqat kompyuterdan
texnik program arqılı bunda bo'ladi deb bizga chiqarib bergan narsa. Onun başka nurgun insanlar kılamaydigan, yetib baramaydigan ba'zi narsalarni oldin hukm qilish uchun statistikalik, matematikalik modellar qilib kompyuterda hisoblab chiqarib, manda jarayon yuz berdi ekan debchi, masalan, manda portlash bo'lgan joy, manda jarayon yuz berdi ekan, manda bo'ldi ekan degancha. Shuni kompyuter texnik programmasi deymiz. Endi o'shalarni markaz qilib turib so'zlaymiz. Endi olam nuri. Olam nuri deganimiz ayol ko'yga Vallahi bu alem nurunun gibi sıkımıyla tüşendirip bergen narsa. Asman boşluğu koygansa, asman boşluğu bir tal sızık kepti. Ondan keyin bu şaxçılar qilib yiltib xuddi daraxtning yiltiga o'xshab barbara kelib yer yuziga yetib kelgan mador izlar bor. Izlar endi shu zarchilarningki yer yuziga zarchilarning bo'shliqda mang'at izlar trayektoriyasi. Hem alem nur degan nima? Alem nur deganimiz biz ko'rganimizdek alem boshliqidagi shu galaksiyalar, Samanyol sistemasidan sirtda va Samanyol sistemasiga yulduzlar orasidan kelgan nurdan tortib boshliqdan yer yuziga chiqib kelgan, yer yuzigacha yetib kelgan yuqori energiyalik zarchilarimiz alem nur deymiz. Hem nur deganda ko'pinchalarimiz ya'ni nur degan faqat yorug'liq deb bilamiz biz. Hem bu yerda alem nuri deb qo'yishimizga maqsad, deb e'tirof qilishimizga emniyat deb bu da keladigan nur emas, bir zarr yuqori energiya zarchilar. Nur degan elektromagnit radiatsiyasini nur deymiz. Bu bir fotonlar aqimi, maydaning fotonlar aqimi emas, bir zarchilar aqimi. Endi alem nuri deganda ma'lum kishi Viktor Hess degan kishi bayqabdi ekan 1913-yili alem nurini shu vaqtda alem nur nimadan kelgan radiatsiyani tadqiq qilgan vaqtlarni aytdi. Yuqori penlik chiqqan vaqtlar. Shunaqanda shu tasodifiy holda radiatsiya, atrof chechilgan radiatsiya degan bir energiya bu elektromagnit radiatsiyasi. Uni o'lchash asoslarini tadqiq qilayotgan vaqtda bu egizlikning qanchaki egiziyat o'lchagan vaqtda bu radiatsiyaning shuncha kuchli bo'lganligini tadqiq qilish orqali kuchli bo'lganligini bayqagan. Burunqi dirijabil va dirijabillar qilib yuqori yuksak o'ringa chiqib turib o'lchagan vaqtida shunday bir grafikni bayqagan. Egizlik qancha bo'lgansa 12 yillik radiatsiyaning shuncha yuqori bo'lganligini bayqagan. Shunga bu Viktor Hess degan kishi bu alem nurini bayqaganlik uchun 1936-yilda Nobel mukofotiga erishgan. Alem nurining manbasi. Alem nur zaten nereden keldi? Alem nuri devlet günündek biri Quyoshdan ve Quyoshga o'xshash turg'un yulduzlarniki. O'lgan yulduzlarning mesela o'lgan o'zining yiqilishini tugatgandan keyin yulduzlar o'ylab o'z ichiga gumtirilib tushgandan keyin bu tuyuqsiz portlaydi. Portlagandan keyin ig'ir elementlarni atom yadrolarini sirtqi chiqardi. Shu manbasi shu deymiz. Xeyli vaqtgacha alem nurining zaten nereden kelganligini, belki alem nurini tadqiq qilib bilgan bo'lsa, alem nurining zaten nereden kelganligini bu sir bo'lib kelgan xeyli vaqtgacha. Endi yaqinda NASA tadqiqotchilari alem nurining darajadan tashqari yulduzlarning portlashining qoldiq to'lqin tariqidan kelganligini isbotlab chiqdi. Burun shularga faraz qilib ekan. Masalan, supernova degani darajadan tashqari yulduzning portlashi. Shu portlagan vaqtida shu yuqori energiyalik zarchilar bo'lgan proton, gamma nur degan narsani uni NASA tadqiqotchilari yaqinda bayqab chiqdi. Endi alem nurining manbasi va tarkibi alem nurini ikki xil sistemlashtirib olishga bo'ladi. Birlamchi alem nuri va ikkilamchi alem nuri. Endi birlamchi alem nuri deganimiz mayada ko'rayotganimizdek mayadan kelib, bu chechilib shaqchilab yer yuziga yetib kelibdi. Endi bu birlamchi alem nuri deganimiz atmosferaga 12 kilometr qismi bo'ldi, yer sharini qo'shib turgan atmosfera. Shu 12 kilometrning ustidagi atmosfera yer shari atmosferaning ham ustidagi ozon layer deymiz, ozon qaviti bor. Ana shu yerga bir tal nima kelyapti? Bu yer bir tal degani shu protonlar, yuqori energiyalik atom yadrolari. Buni o'zini biz birlamchi alem nuri deymiz. Ham bu yerga kelgan vaqtdan keyin bu atmosfera qatındagi molekul atomlarning ta'sirlashgandan keyin bu chechilib boshqa
zerçilerge çeçilip gidiyor. Zerçilerge çeçilip çıkıp gidiyor. Bu çeçilip şu atmosferada memiş yanında bu barbara üzere yeni zerçiler peyda oldu. Mesela ama yeryüzü yetiştirdiğini hemen miyonlar. Bizden dediğimiz asas toxtulduğumuz miyonlar. İşlemci alanlarında kayısı degende, şu atmosfer katılımında çeşitli şu sızıqın tüvendeki şu zerçilerimiz işlemci alanları deyimiz. Miyonlar işçiler. Hem de birlenci alanlarındaki bir resim var görünüyor. Birlenci alanlarından %50%'de %90% protonlar var. Mayada bir diagram vardı, o görünmeye kattı. %90% protonlar. 9% alfa zerresi, 1% de eğri ilmet yadro olur. Asasında protonlar var. Yani işlemci alanları fayon, kayon, nötron, milyon, elektron, nötron deydiğen zerçiler var bir yerde. Hem de bizim asas odaklılığımız miyonlar. Yani fayon, kayon, nötron, fayon, kayon degende mezunlar oldu bu elde. İşkital kuarkın tüzüldü, nötron degen üçtal kuarkın tüzüldü, miyon degen o lepton, küçük elektronla bir koşmak etsek olmaydı. Elektron bilen okşaş. Lekin elektrondan sert eğri olan bir zerçi. Yani elektron, anetron. Endi alemlik asas zerçini hazır standart ölçemlik modulda şu bir cedvel yığınçaqlap çıkırılıq hazır. Bu üstündeki seyrek tuğanlar, kuarklar, kızıl tuğanlar, leptonlar, yeşil tuğanlar, bozun, bozunlar deyimiz. Bu bozunlar küçüyle münasebet. Muş küçük çıkardıran neslemiş bozun. Ama kök tuğan yakını baykalan Higgs bozunu. Bu küçüyle münasebet. Yani bizden tetkik kıldığımız sayısı bir yavaşta ama şu miyon. Leptonlar arasında var, manın miyon ne? Alemleri miyonları. Yeryüzü çiftliğinden zerçiler miyonlar ibaret. Miyon, leptonlar ailesi devre, leptonlar ailesi. Mesela üstündeki kuarkla, leptonlar ailesi devre olan bir zerre tip bir zerrece. Mayıp göğe yaptığımız emrisi leptonlar, elektron, tau, miyon. Miyon bile elektron emniyette okşaş zerresi, okşaş musbet menfi zerretiyle masası var, spini var. Okşaş fakat okşamaydıgan bir yerini yemeydiğen vaxtda miyon elektronga qaraganda ömrü kısa. 2,5 mikrosekundda bu söylep gidiyor. Elektron muqim turda yine. Yani okşamaydigan bir eğri. Masası elektron qaraganda 2,5 eğri. Yani mala şu aylık tevaran başka leptonlar. Endi alemler miyonlar bilen elektron bilen bo'lgan farq selishtirmasi. Elektronlar erkekçi iki zerresi var. Bizden elektron menfi zerretli. Musbet zerretli elektron var, bunu pozitron deymiz. Çünkü okşaş menfi zerretli miyonlar, musbet zerretli miyonlar var. Yani zerret miktarı bir, spin işkilen bir, elektron turarlık, miyon 2,2 mikrosekundda ölüdü de bu. Yani işte masası, mantarın düzesi yok. Maddeler bilen alemler miyonlarının tesirleşişi, yeryüzüge miyonlar yetip geldi. Miyonlar yetip geldiğinde bu yetip geleceğindeki enerjisi, yeryüzü yetip geleceğindeki enerjisi 4 giga elektron volt oldu. Zerretlik boğanlık için zerretlik zerçiler məlum bir muhitin ötken vaxtıda muhitteki etraftaki zerçilerden tesirleşip muhitini iyonlaştırdı. Şu iyonlaştırgan degen gep emniyet özdeki boğan energiyani başkalarga berip özü başka näsege aylanıp gidiyordu yoki özü ölüdü degen gepte. Mesela mayalım bir miyon kelip ötken özünün enerjisini barbara port muhitke berip dep bu elektron aylanıp gidiyordu. Miyon elektron aylanıp gidiyordu. Aciz tesir arkalık. En azından bir tane miyon nötronu ve bir tane elektron nötronu aylanıp gidiyordu. Bu alemleri miyonların miyonşini tetkik kılımız nayetiye vaxtıda nayeti muyunda bu miyonla hazır. Miyonların tetkik kılmışı nayeti muyon. Bunun adlı galaksiylerinki yıldızların tertibi terapiye katarlık küçüler erişkini bulurken onun başka
Aşı miyonlarına ait asman boşluğun kelgen miyonlar hazırki muhim bo'lgan çarlaş seziş detektör texnikası da ait muhim orunda tutuyorlar hazır. Biz şunu nazar toplayımız. Tomografiya deb belki anlap bakkan bo'lishimiz mumkin bo'ladi. Mana tibabet sohasiga bekrek biladi buni. Tomografiya deganimiz ma inglizcening kelgan so'zgan tomo degan gap tilim kesme deydigan ma'no gerekçilik ma'no ekan, gerekçilik ketgan. Grafi degan gap grafin deydigan gap yezish. Kesmelep turib yezish, yani kesip ma'no mesela sandviç turdi mayada. Sandviç kesip arasında bir tane ilman. Bu tomografiya mana shu so'z ma'nosi mana shu. Lekin biladigan biz CT deydiganni bilamiz. CT deganimiz kompyuter tomografi deydiganninki qisqartmasi. Ma tomografiya deydigan burunqi radiasi X nurni bilamiz, emas, ya'ni sunuqni qilish uchun X nurni tushirib, ma bir plastinga bunda rasm plastinga tushirsa, uni sunuq go'shtni o'tib ketib, so'nga ketib qapqilib, anadagi uni ko'rsatib beradi da, shu bir tomografiyaning eng oddiy bir shakli. Ama ma kompyuter tomografiyada va CT'ga tushib baqqanlar yoki doktorxonada ishlatib baqqanlar biladi. Buni bir yandan tushunmaydi, bir qancha yandan, hamma yandan tas nurg'un yandan rasm kelib, uni kompyuterda uning odam bedenining ichidagi masalan kesiklar, kasallar, har xil narsani kesmay turib, ichidagi rasmni chiqarib beradi. Masalan, mana o'xshash. Odamning mingsini yerib, qo'saq qo'shib bo'lishi mumkin. Mana o'xshash bir mashina bor, ichiga mana selib turib, maydan nurni tushirib turib. Bu hozir shu X nurni ishlatadi buni oldicha. X nurni odamning bedeniga kirganki X nur mana o cho'g'da 360 gradus, odamning bedenida 360 gradus rasm qildi. Rasmga olgandan hamma rasmlarni birlashtirib turib, analiz kompyuterda odamning bedenining ichki qismini modullab chiqarib beradi rasmga. Buni tomografiya deydi. Tomografiyani tunji qitim odam bayqatgan Godfrey deydi. Bu odam ushbu odam bayqagandan keyin Allan deydigan odam matematik jihatdan algoritmni yezish jihatdan to'p qo'shganlik uchun 1979-yilda bu ishchisi tibabet sohasida Nobel mukofotga erishgan shu tomografiyani topganlik uchun. Hozir doktorxonada keng ishlatayotgan shu tomografiya ana shu ikkisining to'pisi degan gapda. Lekin klassik radiografiya bilan kompyuter tomografiyasining farqi. Bu rentgen nurni hamimiz anglab bakkan bo'lishimiz mumkin. Rentgen tuyuqsizdan to'satni nimani elektr nimani bayqab tejribishlar vaqtida tuyuqsiz X nurni bayqab qo'lininki iskelet ko'rib qo'qab ketish, shuni rentgen nur bayqab rentgen monografiya erishadi. Keyin shu rentgen nurdan foydalanib X nurdan foydalanib odamning bedenining ichki a'zosi sunuqini ko'rgan. Keyin buni biz radiografi deymiz, ya'ni bir tarafdan ichki o'lchamlik rasmni chiqarib. Ammo kompyuter tomografiyaningki CT'ning farqi nima degan vaqtida klassik radiografiya faqat tushirgan nur bilan ichki o'lchamlik soya shaklida, soya masalan. Tam deyishgan soyasini ko'ramiz bor. Ammo kompyuter tomografiyada mana obrazda tushuntirib berilgan mayanda rasm kelib, 360 gradus ham yoki rasm qilsa ham yerlarda bir xil soyani birlashtirib, endi deganimdek uni uch o'lchamlik mana bir modulni hisoblab chiqarib ondan boshqa tibabetdan boshqa bexatarlik tekshirishlarni ishlaymiz. Ko'rgan hisob ma'lumot emniyet kişiye vaqtida so'nkimizni qo'yib, aeroportda nimalar demishe so'nkimizni qo'yib, 200 kompyuterda ko'rib turgan narsa. Birazdan so'nkisida hechqanday bombadek narsa olib qolsa, shuni ko'rib oladi. Pichoq bomba deydi, shu bexatarlik tekshirish uchun qo'llaniladi. Yana birisi ma'ni ko'rgan bu degan ma'lumot cho'ng kargo mashinalari, cho'ng yuk mashinalari. Yük maşinlari nurg'un narsani qochiraydi-da endi. Nurg'un qazman ichini maltlab ham axtirib qo'yilmaydi. Axtirib qo'yilmaydi. Buni endi shuna texnik orqali tep olamiz. Ichini rasm kelishda endi uni ichiga kirib hamini ko'rib. Endi ba'zi qatarlik modeli bor. Qatarlik modelini ba'zilar ichini nima qilib yuvishib ba'zi narsani orsiq elib turib to'shaydigan ahvolim bor. Shunda bo'lsa-mu tep oladi ichini narsani ko'radi. İşçilikini tapdeganda işçilikini tapalaymiz. Anadaki hozir tomografiya texnikasi qo'llangan 3 xil tomografiya bor.
Biri X-ray tomografisi, gamma-ray tomografisi, alemler tomografisi. Yani X-ray tomografi hazır keng bilimde kullanılmaktadır. O X-ray. Yani görgensizde X-ray'ın bir menbesi var. Detektör uçuşuda, yani kompüterde çıkardı neticesi. Gamma-ray uçuşu, gamma-ray dediğinde yukarı enerjilik foton. Bu X-ray'ın foton yukarı enerjilik, gamma-ray bundan enerjisi çok olarak. Bu detektör uçuşuda kompüterde çıkarıyor. Yani alemler dediğimiz, köyde onun maaşısının menbesidir. Manım ki, menbesi bizden kolçarak okşayış, bana tutup menbesimiz yok. Biyosite alemden kilovattan teyyar bakalak radyasyon var. Şunu kullanıp durup kullanıyoruz ama ayrı bir dedektör var. Yani bunun bir özelliği var. Ma X-ray gamma-nurun desen, gamma-nurun xeterlikte, eğer ademlerine düşüp kalsa, ademlerinin nemelerine molekül yapısını özgertip tutuyor, hatta rak keltirip çıkarıyor, nem olur da. Naydı işte, naydı. Buna da dikkatli şey değil. Ma X-ray tomografisi aynı şeysi olsun. Bu ne? İşlik için, işlik için ademine nispeten bir sapa baş buralaydıgan neme. Sen mürekkep teknikte bilim talep kılı deyin gibi. Ama maaş kısım bu kısım kemçilikini tolukturgan. Bu bizge radyasyon menbesimiz yok. Yani bu işlik biraz kolay. Yani şu yönüşü itibaren gitti. Alemler miyodur her vakit yukarı atmosfer akıbetinin yeryüzüne yetişkinlik durdu. Yani ki mağarasını köygendek, mesela payınlar kepti, miyonlar kepti. En akıl bizde yeryüzü kiloları miyonlarındır. Başkanın emesi öyle yaptıydı. Miyonlar, yakın işte zaten kaçlık miyon kildo diye vaktıda mandat arasında mıntal miyon keptir. Bu din gep miyon kol altımızda içip tutsa, sikontra bir tal miyon altımızın teşbih yapkan oldu. Şunçilik yakın miktarı, şunçilik miyon keptirdi din. Hem de alemler miyonlarının tomografisi. Abiyem debütek bitip oldum bu ne? Gamma-nur'ninki teknikli hızlılık talep buldu. Gamma-nur X-nur'nin teknikli hızlılık talep buldu. Eğer magnet gücü elektromagnet gücü. Kaçak düzgüre bitti ama Mağarada miyon tomografisininki ikisiga qarag'an vaqtida özellikle teşvik chunqurligi bir qator chunqur bo'ladi. Nima uchun chunqur bo'ladi deganda miyonlarniki massasi ig'ir ham ojiz ta'sir qiladi. Ular ojiz ta'sir qiladi, boshqalarga o'xshash. Ojiz ta'sir deganga boshqa ta'sirlashmay, masalan, bir tal ma'lum tushdi, bir tal miyon ma'lum ustidan ustiga tushgandan ta'sirlash nisbati oz bo'ldi. Shunga qancha cho'ng qo'yaga teshbih etiladi degan. Yani massasi cho'ng bo'lgandan u qo'rish ta'sirlash oz bo'ldi deganga ta'sirlashmaydi degan. Ta'sirlashgan keyin massasi kichik bo'lib qolsa birdan yo'qolib ketdi. Massasi cho'ng bo'lgandan yo'q qiladi. Izi cho'ngroq bo'ladi shu. Endi alemler miyonlar tomografisi ta'sirlash shekli ikki xil bo'ldi. Mayat degan qilimizdek miyonlarni o'zlari sümürüp durup bunu manda simul kompüter tahlil etmek için var. Mesela piramida tetkik kılgalım var. Piramidadan içinde sırlık bir bazı nime var ki baylık oluşu mümkün de sırlık nesini ölçeydiğen nime olmuş. Onu bayılır. Müş piramidadan içindeki bazı tapın olmaydıgan sırlık olduğunu kanda tapınız dermiş onu bayılır. Yani birisi hazırda ne yapkan? Müş uranyum okşaş. Partlaydigan yadro maddelerini karbon teşhiriş için kullanılır. Birisi mavi sümürüş, mavi çeçilişten paylaşıyor. Şuna şu iki xil ta'sirli şekli var, sümürüş ve çeçiliş. Yani bunun bazı örnekleri var. Mesela piramidanın lepetkirimde yoşuruluğularına tepiş, ikincisi yanardağına kaçan partlaydiganligini tahmin qilish. Yani üçüncüsü ağır metallarni ölçülüşü, uranyum, platinum yani şuna o'xshash ağır radioaktiv metallarniki chegaradan o'tib ketmaslik uchun foydalanadi deyilgan. Miyon tomografiyning oddiy prinsipi nima degan vaqtida mayadan mesela bir proton kelyotidi, atmosferada bir portlab chiqqandan keyin oxirida miyonlar keldi yer yuziga, detektorga tushdi. Detektorga tushgandan keyin bir foton chiqdi, foton multiplier tuyib keyin tushganda nima ma'lumotimizni. O'tgandan keyin elektron qaylinib, elektronlarni mayadan elektr sirkut nima signallar buni orqali hisoblab chiqib kompyuter analiz qildi, hisob chiqardi. Mana matematik modelda Gauss
Demisi boyunca elektron miqdori. Mayda sita degani mayada bulan oldu mayada. Endi ma x degani shu modani teshib o'tishgan radiatsiya orliq bo'ladi. Ham radiatsiya orliqi va ma bulan o'tirsida bir xil qoniyat bor. Hamma metallga o'xshamaydi. Hamma metallarning radiatsiya orliqi o'xshamaydi-da. Shuning bir narsa shuning qaysi metall ekanligini bildim. Ma formulada radiatsiya orliqi bulanga munosib ekan. Endi hamma metallarniki radiatsiya orliqi o'xshamaydi. O'xshashmagan metallarniki teshib o'tish radiatsiya o'xshashmaganligi uchun buning eng muhim nuqta mishadi. Bu mana shu teshib o'tgan qaysi bir modda ekanligini ham mishadin bilib olamiz. Ana prinsip shu. Mayada sistem alet bir miyonlar keldi. Miyonlar aylandı, elektron aylandı, mayada de scintillator var, nurlandı o'qish var. Bir tal elektron chiqarib mayada foton chiqarib, fotonda may tushgandan keyin foton multiplier tube deymiz. Buni keyin tushuntirmak ikki bosqichda. Bu bir tal elektronni 100 million aylantirib, elektronni kuchaytirdi. Mayada bir texnik bir kuchaytirish var. Kuchaytirgandan keyin mayadagi bu yerda analog signal chiqadi. Analog signal deganda continuous degan gap mana uzluksiz signal. Uzluksiz signal kompyuter qo'lqilaridan sıfırlık signal, dijital signal aylandırıp mayada aşınki resimde keltirib chiqadi. Foto asıllık. Ma şekli o'zgarib ketdi. Foto asıllık degan buni foto multiplier tube deymiz. Buni foto asıllık deb qo'ydim. Men buni foto asıllık. Bu manda bir qilchiroq o'xshaydigan bir narsa endi bu. Bu Einstein'dan bunun başlışı Einstein. Einstein 1905-yili mushuni bayqallik uchun, ya'ni nimani bayqallik uchun fotoelektr effekti deydigan bir meşhur effekt var. Bu nima deganda bir metal yuziga fotonlar tushgan vaqtida bir tal elektronni qo'pirib chiqardi. Buni bir fotoelektr effekti deymiz. Shuni bayqallik uchun 1900 Nobel mukofotga erishgan madem. Endi bu foto multiplier tubni mushpirinsdan foydalanib yasab chiqqanda, bu qanday yasab chiqqan degan vaqtda yuqori energiyali foton. Foton mayadagi bir nurlarga o'xshashgan mayada o'tgan ionlashtiruvda qo'ymadim. Ionlashtirgandan keyin nurg'ilgan fotonlarni chiqadi. Nurg'il degan gap elektron o'tganda atrofiga fotonlarni chiqadi. Bu fotonning birsi mayadagi fotokatod qiladi. Mana o'xshab tushgandan keyin bir tal elektronni qo'pirib chiqardi mayaga. Anki mayaga kelib bir tal elektron mayaga kelgandan keyin mayada dionodlar var. Dionod degan gap. Bir tal mayada çıkandan keyin mayaga elektron so'qolgandan keyin bu ikki elektron bo'lib mayaga keladi. Bir tal almaydi, shaxta ishga olmaydi tushganga o'xshash. Endi bu to'rt o'laqlarda 5-6 million bir tal elektron oxirgi qanday million elektron bo'lib chiqadi. Buni maqsad deganda shu signalni oid bo'lgan bir tal fotondan kelgan signalni kuchli bo'lgan bir elektron signalga aylantirib berishmas. Foto multiplier degan ko'paytgich asıllık degan gap endi. Shunday. Mana rasmi shu, mayadan kelgan elektronlar kelib baravar ko'p elektron aylantirib tugay deb qoldi asosan. Foto asıllık turibsi ikki xil holat ishlaydi. Bir tal foton oldi, ko'p xil foton oldi. Bir tal foton yuqori besim orqali ishlaydi. Sızıqlı holatda, ko'p tal fotonda sızıqlı holatda ishlaydi. Fotonlar arasida bir tal foton ichida arasida fotonlar yaqinga tushib elektr yaqinni yaxshi foyda ko'rishimiz kerak. Foto multiplier turibning bir kemchilik bor bu yerda. Kemchilik bor. Hemen asl kemchilik bor. Buni bu kemchilik nima deganda, yuqori besim talab qildi bu. Yuqori elektr besim talab qildi. Analitik bu yuqori besim talab qildi degan gap deganda, nayte kuyib ketish ehtimolligi yuqori endi. Nayte yuqori besimda ehtiyot qilmasa, edemimiz zarar oldi, o'zimiz ishni kuyib ketdi. Lekin magnit meydonning ta'siri bor. Sel atrofda magnit meydonning qasi xato bo'ladi, hatto buzilib qoladi. Endi fotokatod yuqori ekranda buzilib qoladi. Deganimdek, yuqori elektr yaqin kelganda buzilib ketadi. Bu shu bir kemchiliklar bor endi. Ish buzilaversa, qimmat narsa, uniki nimasi bo'lmaydi endi. Shu buzilmaydigan yaxshiroq bir narsani qanday qilamiz deganda tep chiqamiz. Tep chiqdik, axir buni hozirgacha yangi bo'lgan Silkin texnikasidan foydalanib, Silkin foto multiplier tube. Silkin foto multiplier yangi tikli hozir yangidan chiqayotgan foto multiplier tube. Endi Silkin deganimiz ikkinchi qitimlar revolution deyish bo'ldi. Birinchisi farmashina sanoatini taraqqiy qilgan narsa uch yig'inchoqlash bo'ldi. Birisi farmashinasini ijod qilinishi, butun insoniyatning medeniyatiga yuzlangan. Ikkinchisi silikon. Silikon ijod qilingandan keyin kompyuter ijod qilindi, nurg'un narsalar ketdi.
En azından hazır 3. revolution başlandı grafik. Bunu belki kısıkça toplaşım mümkün. Ama silkin de paylı. Bu silkinler bu yerim ötküzgüç. Bu yerim ötküzgüç. Bu silkin fotomatiklayıp tüyüp kanal işlediğinde mada bir neyse bu medal bir dal tamamda işçide ne olur? Onu mada kitekçide var katekçide. Böyle olur mu şunda? Bir dal silkin dinliyorum. Yani bu şu eğer birisi bir dal foto avalanche foto davet dedi. Avalanche foto davet degan gap, avalanche degan gapni uyg'urcha qanday tarjima qildi deganda, qor tushgan vaqt qo'lni teklab tushganda bir-biri jiqib ketadi-da, buni qor ko'chishdan shunga o'xshash, shuni avalanche deydi. Mana men zanjirsimon reaksiya dedim, zanjirsimon ko'payish deyilsa, avalanche foto multiplier deb baylanib, avalanche foto diode degandan bir tal foto tushgan vaqtida nurg'un fotonni asıl kılıp çıkarırdı. Onu şu en önemli şunu okşayıştan nurg'un birleştirip, ne küçük olan mahallet çoğunluk görünce bile bir küçük bir neyse mikrometre uzunluğu, ne küçük bir neyse. Yani bunu da çoğu bir tahtı yasaş yapılıp, bir sensör yasma oldu. Bu ne fotovoltaik efektin, fotoelektrik efektin çıksan terpa var. Yani bunu tepsili de bu tam sanım oldu. Maya değişim oldu. Yani Maya'da çıksan oturuz ki fark. Foto multiplier tüyükle, silkin foto multiplier tüyükle farkı. Mao konu hemen depregenler, asan buzlu kalılan dediğim. Mao yana bilim. Bu kadar işlediğinde bir tal foto kelgen vaxtıda, bu bir tal foto, 22 şikayette köpüydü de bu bir tal foto özgürlüğü yoktur, nurgun bırakılı cıqıyıp ketkenlik bir iş yani. Bir tal karpı müzikine davandığında bir kılıp koyuyorsanız çoğu bir olar düşkenge okşay, şunu avalanche deyimiz. Şunu avalanche foto multiplier deyimiz. Bunun farkını mayat tepki etme, ünümlerin asası okşaş. Kazancı okşaş, uçuş zamanı, manikin 100 pikosaniyede, pikosaniyenin ayrı kısa bir yine. Manasızlığı ama okşamayla farkını mayat çıktı. Elektrik besimin ait yukarı maniki, manas elektrik besim tüyen 150 voltçı işleydim abi. Magnet meydanın tesiri manadı var, manadı yok, bunlar yaxşı. Mayanın en yaxşı alaydı ki bu küçük ve ebcil. Manat xo'p emas, mana kichik mikro saat yasagan bo'ldi buni. Undan konuşup oldu. Nur kabel deb anlagan bo'lishim mumkin manlar. Nur kabel degan kabel degan bu no to'shig'ish degan nur degan nur bilsa, burada fotonni to'shiydigan bir narsa. Elektrni to'shiydigan tok simi o'xshash, fotonni to'shiydigan nokta kamda, uni ichi bir silkindan tuzilganda. O'sha buni nur kabel deymiz, fotolarni to'shish olmaydi. Bizning ama detektor sistemimizde kullanımız dolgun özgürlük wavelength shifter fiber deyimiz, bu İngilizce fiber. Şunu kullanıyoruz. Bunu kullanışımız sebep alaylı bir fiber kullanıyoruz. Bunu kullanışımız sebep keygen fotolar, çigiri yüzü keygen vaxtıda çekilip ketmeyi delmedeli öte ününden yukarı oluş için kullanıyoruz. Sihimiz asasen miyotomografisinin sihimiz asasen mana görüyor, matokörü, mavi aşı, esvaplı deyimiz. Yani umumen manda. Buradan mavi içki detektör, miyonlamada kege vaxtıda bu içindeki maddeden öte impalında mayanın çeçilip özü çizgilen dedi bu oturuz miyonlamada detektörda ölçeğilir. Bu elektrik signallarını aylandırıp çıkıp kompütörün hesapla çıkar. Manda gibi miyonlamada düşüyor. Bizde her silkin foto multiplier düşüyor. Buna açık al bir tal neyse mavi. Diyelim nurgun elektrolarını şu elektrik signalları, foton elektrik signalları manda her zaman oynaş yapılıp özümüz, her zaman özgürlük bundan şey yapılıp bunu aşınan modülüne programını yapıp çıkarırız diye. Mavi çeçiliş yapıp şuna. Yerden çeçiliş yapıp şuna olur. And miyotomografis algoritm diye İngilizce bir program yazgan vaqtida uni planini tuzalam da plan emniyet algoritm diyeyim. Algoritm emniyet şu programın algoritmi bo'ldi. Hem bir yerda 3 xil algoritm var. Qiyinchilik mendan önce so'zlagan, mendan burun so'zlagan Muhammed nayt yaxshi so'zladi, matematika nayt mo'yib. Matematikada iqtisod ham boshqa, matematika statistika. Hem de sahip olunan moyumda, bu şu statistikalık model hem de bu. Matematikalık statistikalık model. Bu işgal nezmi olunan POCA algoritmi, en yakın noktası söylenen işgal algoritmidir depleri. POCA dediğimiz bir tal milyon kiloda
ma'lum bir atom bilan ta'sirlashadi. Bir tal nuqtada ta'sirlashdi deb faraz qilib, buni ash faraz qilgan nuqtadan tutashtirgan sixni o'ttirsidagi nuqtani biz nima qilgan nuqta deb qarab, mushlarni nurg'un nuqtalarni analiz qilish orqali kompyuter hisoblashni buni POGA deymiz. Buni Los Alamos tejriba mexanistlaridan izib chiqargan ekan. Anadagi ikkinchisi qaysi usul degan vaqtda eng nemisini tekshirish statistikalik usul tutiladi. Eng yaqin usuli ma'lum eng çok ihtimallik prinsip usulü. Eng çok ihtimallik degan vaqtda ma'lum bir model algoritmninki ma'lum bir amino asidning bir parametrlari bo'ldi. Erkin o'zgarish miqdorlari bo'ldi. Matematik nurg'unlarning erkin o'zgarish miqdorlari uch bo'ldi. Lekin ba'ziniki yoshirin bo'ldi. O erkin o'zgarish miqdori bor, lekin uning nada qandaylik bizga noma'lum. Ba'zi matematik modellarning ashunda noma'lum bo'lgan, noma'lumligini zat erkin noma'lumning qaysi noma'lum ekanligini bilmaydigan ba'zi narsa bor. Shuni masalan faraz qilib turib, ma'lum parametrlar noma'lum bo'lgan narsani eng yaqin ehtimolini, shuna bo'lishi mumkin deb eng cho'ng ehtimolini deb qilib, ikkinchi bosqichda birinchi bosqich darajada eng cho'ng qimmatli ilm. Muhammadning oldida shuni so'zladim, shuni statistika eng cho'ng qimmatli deb so'zlab qo'ydilar. Ya'ni ashda tep chiqamiz oxirida. Bu imjiyatda mana tugda vallah zerif bo'lsa ham bir tal o'lchamlik narsani biz nima qilmoqchi emas, ko'rinishlanmoqchi, mayli resimga olgandan keyin mana bir xil narsaga erishamiz. Bir tal yo'nalishdan oldik buni. Lekin har xil yo'nalishni cho'qitib olgandan keyin mana shu o'lchamlik narsa. Bu ko'rish shakli bu. Ham buni mesh deb o'tgan ikki matematik algoritmga silib kompyuterda hisoblagandan keyin buni raqamli modulini kompyuterda shunday hisoblab chiqaradi. Bu kompyuter qanday hisoblaydi deganda kompyuter texnik programmasi Giant deydigan geometry track ve analiz sistemleri Giant 4 deydigan bir ning bor bu. Yuqori energiya fizikçiler, ziyarchi fiziklardan keltirib chiqqan qilib hisoblab develop ishlab chiqargan programmasi bu. Bu C++ neymanada C qo'shilgan program tili bilan bu shunday paytda yozilgan bir xil qulaylik bir program paketi deb bu 100 nafar olimlar hamkorlik bilan tutgan bir program var. Bunu ham o'z oldimizga xos kengaytirib olgani, ham xoslashtirib olgani bo'ladi. Ham shuni qo'llaymiz biz. Qanday qo'llaymiz degan vaqtda shu algoritmni kompyuterga silib, shu Giant programmani qilib turib, mana shu karbon ashlamasidan bir qaytalik element bo'lsa, mana qilib kompyuterga chiqarib beradi. Mana o'xshash qaytalik narsa va Baykal'da Allah'ın izniyle. Anlamanız için rahmet. Evet, Allah razı olsun. Sual olsun. Beyler tamamlıyor, kopya bakacağız mı? Şunqor degidek emas bu. O Muon tomografisindeki matematik modelini Anlayamam. Muon tomografisindeki matematik modelini Matematik modelini men de hozir yozmadim-ku. U matematik modelini tayyor matematik ikki tal model, matematik algoritm bor ikki. Shundan foydalanib turib bir matematik modelni turg'izish uchun hozir tirishyapmiz biz-ku. Uni hozir yoziblam, bizning modelimiz deb hozir ko'z tutib qolmayman. O masalan butunlay menda o'tgan ikki algoritm orqali matematik modelni yozib chiqamiz. Uning uchun yozish uchun oldindan qanday qilamiz degan vaqtida bu ham nazariya ham tajribachi. Bizga shunda tajriba hisoblar bo'lgandan keyin oldindan ölçeyimiz, qanday ölçeyimiz degan bu butunlay yangi. Olimlarda millionlar kelyapti, detektor nimalarni scintillator uni olamiz. Shuga vaqtda manchilik narsani kompyuterda manda signalni ko'ramiz deb signal nimalarni sonliq ma'lumotlarni to'playmiz. Xuddi siz bozordan sonliq ma'lumotlarni to'plab undan matematik hisob chiqqanga o'xshash, uning sonliq ma'lumotlarini to'plab nima qilamiz. Uni kompyuterda bor bo'lgan
aslında baboga algoritmga silip özümüzü hesaplap yeniden bir nima qilmaymizcha, öz baboga nimaga silip shu sonliq ma'lumotlar qilib oningki ko'rinishini keltirib chiqaramiz deyman. Agar men o'z oldimga bir modelni yezib chiqa olsam, o'sha masalan matematik modelni yezib chiqa olsam, nahot cho'ng dunyoviy ish qilib o'tgan bo'ldim menimcha. O tez olur. Oylaşma. Rastlaysam düşünmedim sonra. Yani menan degenim mesela temel prensibi bütünley mesela matematikninki umum temel prensibi bir o'xshaydi deymiz mesela. Statistika bayağı men ta'kidlab qo'yay deb men qilmadim. Emniyetli matematik degan bütün penninki jildizi deyishga bo'ladi. Bütün penning, mayli ijtimoiy pen bo'lsin, mayli iqtisod olsun, mayli matematik, yani tabiiy penlar olsun. Bu Xudoyim biz yaratib, Xudoyim etrafimizni yaratib bergan bir qonuniyat, emniyetli bizga bir ma'lumotdan düzensiz, emin shuna ko'ringandek turgan bilamiz. Masalan, iqtisod penlarida har xil qalaymiqan bir narsani qilib, shuning ichidan bir nima statistikalar o'tirib chiqmaydi deb chiqamiz. Ma tabiiy pendim shu. Emniyet qalaymiqandek ko'ringan bilan matematikalik model deganning o'zi shu qalaymiqan narsadan nurg'un o'rnakni olib turib, shuning uchunki zodi qanday buning eqish qonuniyat yo'linishi, zodi qanday deb shuni keltirib chiqarish nimasi. Buning uchun asos prinsip shu, ya'ni uni model turg'izishda butun o'zimizning ehtiyojiga qarata, penliga qarata o'xshamaydi, har xil bo'ladi. Mening qarashim shu. Allah razı olsun rahmet. Şu gel nur to'g'riliqlarimiz var. Yani Kur'an'da bir ayet var ki, siz bu şunu kadar düşünüyorsanız bizi depersiniz. Ben okuyayım. Allah asmanlarının ve zeminin nurudur. Allah'ın mümin benizlik kalbindeki nuru kudde çırak koyulan teşhir okşaydı. Onun da çırak bağlı. Çırak şişinin işidir. Şişe bir an nurluk yutuzdur. Çırak mübarek zeytin tarifinin yerinden yurtulgar. O yani zeytin derihi şerif tarafı emez, serif tarafı emez. Sehrada o oluşturulup gün boyu uluğa gün nuru şükürdü. Şunun da onun meyvesi pişirip itilgen buldu. Yani zeytin yerilmek için. En süzük buldu. Süzüklüden o teknisi var, yorup giteydi de oldu. O bilen yorulursa nurusluğun nur koşuldu. Allah kalan kişini onun nuruna yani Kur'an'da erişki muvaffak kıldı. Allah ibret olsun der kişilerge misallarını onların tarihi yakınlaştırıp bayan kıldı. Allah hemenlerinizi bilgiçidir. Yani siz nur doğruluk tetkikatla öğretirsiniz. Müştahuluk tetkikatınız demeyken bu ayetimiz gibi üzerinize düşünmüşsünüz. Düşündürmek olsun. Ben yapışarıydım. Ben bir ayetli bir yerde mesela düşüncenin, buların ayetliğine nispeten düşüncene deyiş doğru emas şu. Ya doğru emas ya. Üzeriniz kadar istiyorsunuz değil. Mening eshitishim endi Allah osmon zaminni men bek qiziqqan shu yani o'qigan vaqtida shu. Nur deganda biz biladigan mana nur emas. Kesinlikle unday emas. Yani nur deganda Allohning hidoyati, Allohning bandalarining qalbiga solgan bir hidoyat, bir xil ruh demdi. Bandalariga solgan bir xil iman ve ish shu. Bo'ldi. Yani bu yerde değil mesela onun qanday qaraysiz desangiz mesela men onun tefsirini onu diğerligidek onu şunlarligidek seviyede emas birinchiden. Çünkü men nur bu şu ayetning o'zida deb topildi shu. Axir deganga Allah ibret olsun der kişilerge misallarni ularning payoniga yaqinlashtirib bayon qilibdi. Yani düşünemeyse insan benim dediğim gibi sen düşünemeyse diyemem de. Ben şundan çıraklarını, bundan nurlar insanlar şundan nur var, şundan var. Açlarını insanlar hep durur, ben senden peygamberini yekleyen, kinemde kıyametten Kur'an'da soran çağda ben düşünemeyettim, sen ilerleyen kitaplarında hep durur mısın der.
Maiyet müşter tepkici. Şu an ben sizden orada soruşum var. Başka bir maksadım yok. Şu an sizlere de üzümüz hakikaten Mesela bir narsani tushunish uchun Qur'onda ko'pincha misollar bor ekan, misollar bor. Masalan, bo'ldimi shu chiqqanda. Mesela meni his qilishimcha, bilishimcha Qur'onda bayon qilingan oddiy insonlarning, odamlarning aqli yetaladigan, qabul qila oladigan oddiy so'zlar mesela. Burunqi misollar mesela, tarixdan keltirilgan misollar, hamki ma'lum bir abstrakt narsa, ma'lum narsaga o'qish tushirsin mesela, mandani o'xshaydi deydigan oyatlar chiqqan. Shunda orqali enandikin ibratlik bo'lgan Qur'on bir o'z-nasihatdir deydigan gap bor. Yani emniyatda Qur'on insonlarga bo'lgan bir o'z-nasihat qilish, enandikin o'zini Qur'on bir bilim nurg'un insonlarga tushirilgan zot. Manda deb tushundirilgan bir meslat qilgan bo'lsa uning tushuntirish kitobi bor. Biz insonlarningki Alloh yaratdi, biz shu dunyoda zot qanday shaklda eng yaxshi hayot kechiramiz, eng yaxshi buzilib qolmay, eng to'g'ri hayot kechiramiz deganda shu tushuntirish kitobimizni qarab, mayimiz bunday ishlaydi ekan, mayimiz bunday. Qur'on shunda deb tushunmayman, ammo deyman, shunda tushunmayman-chi. Endi ba'zi tushunmaydigan ba'zi oyatlar bor, men bu tushunmaydigan oyatni ham ba'zi nimani bek tushensam bo'ldi deb tushensam bo'ldi deb fikr qilish kerak albatta. G'aybiy masalalar, masalan, Alloh bir g'ayb, biz faqat Allohning borligiga ishonamiz. Farishtalar bir g'ayb, jin g'ayb. Ishonamiz, uni moddiy tarkibi qandaydir, bu fotonmidi, elektronmidi, nimidi deb aniqlik bog'lashtirib, manda tadqiqot ilib berishning hojati yo'q. Alloh Qur'onda aniq keskin deyapti, g'ayb taqvodorlar g'ayb ishonishdir. G'ayb faqat Allohning hikmasidan g'ayb degan nima? İnsanlar bilmaydigan narsalar. İnsanlar bilmaydigan narsalar. Shu iymon shu yerga kelib chiqadi, shu g'aybga ishonish shu yerga kelib chiqadi. Endi ma izlanish, nima qilish masalalarda o'zimizniki ma nur deydiganni, ruh deydiganni, nurga arxil narsaga qilib o'zimizning farazlarini, Qur'onning tafsirlariga, nimalarga aralashtirilishni men shaxsan men anchalik to'g'ri deb ketmayman. Nayt ehtiyot bilan muomala qilmaycha, ular Qur'onni tafsir ma'nosini anglashyapti uchun emniyat shunday qilishimiz lozim deb qarayman. Tushungan bo'lmaymiz bo'ladi. Endi shu savollarga javob beraylik. Siz köp rahmet. Yani sizinki sözleyen temanız, yani kuantum nazariyesiga ait. Bu doğruluk ünvatkan tədqiqat oyunumuzun aiti az. Siz hərəkət edilməyəcəklərimizin aiti verən xoş gəlbəsiz köp rahmet. Menimki bilişimcə, mesela kuantum nazariyesi de bazı g'alati hadislar var. Mesela iki narsaniki cheksiz yiroqlik o'zida ta'sirlashi bor. Amerika'nın bu kuantum dünyasında məntiqsiga qo'shilmaydigan, niyatimizni mümkün emas parast qilolmaydigan, bunday ba'zi hadislar var. Hani mesela bizim bazı adetler var. Mesela qulluğun qisib ketdi, bunun kuvvatdan bilan degandek yo'q. O'xshaydigan ahvollar, bunlar munosabatli emasmi? Shu kuantum nazariyasini mesela bazı turmushdagi hodisalar bilan munosabat agar misollar bo'lsa, siz deb bergan bo'lsangiz. Hazır turmuşda biyosite o'zimizniki kuantum nazariyasi deydigan adilin kuantum nazariyasi qisqacha deb ishga tushundirilgan. Kuantum nazariyasi, kuantum degan gap inglizcha miqdorcha degan gap. Yani bu oldingi 1910-yillar atrofida shu nima qilishga boshlagan. Shu nurniki, osmondagi bo'lgan nurlarniki uzluksiz energiya bo'lmasdan uzuk avtomatdan o'q atgandek, suv turubisidan suv qiysi uzluksiz chiqadi. Avtomatdan o'q atsa ta qilib birdan chiqadi. Xuddi shunga o'xshash kuantum deydigan energiyasi bir taldan bo'lakcha holatda deb turib, kvant deydigan hukmni keltirib chiqarganda, kvant deydigan energiya miqdorisi degan. Energiya miqdorisi degan. Endi kvant nazariyasi hozir endi emli turmuşda qanday emli turmush nisbatan siz degandek
ilmiy bo'lgan bir narsa diyemeyman. Men o'ylab biladiganim kvant emasda entanglement deydigan bir narsa bor. Entanglement sizning deganingiz darajadan tashqari kuch. Masalan, Einstein'ın nisbilik nazariyasida har qanday bir narsa information, har qanday bir uchur narsaning tarqalishi uchun ma'lum vaqt kerak cho'qim. Eng cho'ng tarqalish tezligi nur tezligida eshib ketmaydi Einstein'ın nisbilik nazariyasida. Ama quantum entanglement deyilganda hech qanday vaqt ketmaydi. Vaqtdan darajadan tashqari kuch. Masalan, misol olsak, mesela bu yer şarida bilen o nima alem boshqadagi yer shariga o'xshash bir plan bor deb qarasak, yoki bir misol ham rostken deb qo'ymoqman. Bor deb qarasak, alem boshqa deyishning sababi jirafni deb qoladi menimcha. Shu ishni mesela men bilan tashqi planetda yana bir mahmudjon bo'lgan bo'lsa, ikkimizning o'rtasida bir entanglement bo'lgan bo'lsa, men o'ngga burilgan zaman ikkimizning o'rtasida bir bog'lanish bo'lganligi uchun vaqt ketmagan, vaqt bo'lmagan sharoitda u o'ngga ya so'lga burildi aytgan qandaychi. Bu entanglement deymiz, bog'lanish ikisining o'rtasidagi bog'lanish. Mana bu quantum entanglement. Buni hozir shu quantum entanglement nimada quantum information science nimada quantum uchur texnikasi hozir tadqiqot ustida ketib qoldi. Shundan foydalanib turdi. Uchurlash quantum uchur. Eğer siz deganda kelganda adem mağazilem münasebetlikte, benim perzim ben pütleyemiz, benim gelmemiz ilmi nesli mesela, ilmi kabul kılmalı ya bunu. Fakat kızık işleyatında yapan nesli. En azından ademden mağazımı toxtumay elektromagnet dolkunu yani nur fotonlarını, çünkü benim bir kemilik sistemi anlatıyor. Bana oylaganda, fikir kıyganda, her sanıkanda toxtumasının kemilik reaksiyonu yüz bir. Kemilik reaksiyonu teknik içkiysek, bu fizikалық jarayonlar hem fotonlarni radiatsiyalar chiqib turibdi odamning nimasi davomli. Endi mana bir hadisa bor. Masalan, ona bilan bola o'rtasida nihoyatda kuchli bo'lgan bir xil bog' bor. Masalan, bolasiga ona ko'rmaydi bir narsa. Ona o'zining jutida. Bola boshqa bir jutda. Bolaga bir ish bo'ldi ya bir yeri og'rib ketdi, qo'li sinib ketdi ya bir ish bo'ldi bo'lsa, onaning yuragi shu onaning o'zida tuydigan ish bor. Şu anda nima uchun shu bolaning o'rtasidagi nima bilan onaning o'rtasida bir xil bog'lish entanglement. Bu vaqtni tashqari quantum nimasi yani. Tashqari bo'lgan. Yana bir xil misol bor. Siz sinab baxsan bo'ldi. Bir odamga mesela ishlik qaragan vaqtida bir odamga mesela boshqa yoqqa qarab turgan bir odamga ishlik qarasangiz, xuddi sizga bir qarayotgandek his qilib darhol qaraysiz. Xuddi sizni qarayotganligini bir xil bir narsaga Ağızsız aldı bir sizge haber kıldı, siz qarayatında qaraysiz. Bu nima? Bo'lmaydi. Meni kuchur almashtirish hikoyatdan bir xil nima bo'lishi mumkin. Butunlay endi quantum bilan munosabat qilsa, agar o'zimning bir ko'z qarashi endi, o'zimning ko'z qarashi butunlay endi nima, butunlay olam bo'shliqda butun nima, shu nimalar bilan energiya bilan to'lgan nurg'un zarralarninki aylanish, paydo bo'lish, harakat qilish nimalar bilan, sistem bilan to'lganda to'xtamay yoki jimjitlik turgan bilan çoğunlukla kichikcha to'xtamay harakat qilib o'zgarib ta'sirlashib turdi-da bu. Ta'sirlashib turgandan keyin maya xuddi bir qish tizish o'yini bilasizlar. Mayaning bir tal qishni bunday qo'ysa, sizda hammasi o'rganib o'yin nurg'un narsani o'rgatgan o'xshash, bir-biri o'zaro sistemlashgan bir bo'lgandan keyin maya yuz bergan bir xil olay hadisa shu vaqtning o'zida ayadimi yuz berdi. Chunki o'rtasida sistemlashgan bir sistemlik bog' bor. Meni o'zim ko'z qarashim. Endi kvant hodisalari balki mushunday bo'lishi mumkin. Ve üzerinden bir göz karşı var mesela kuantta şu tüzülgen neyim için bir zerre bir noktada bulaplam derhal bir tal boruna yakınızda da aslında havada trajektörya oldu. Kuant kanda oldu aslında havada bir yer peyda olup sunu konuda çok da gayip olup bir ayet peyda oldu. Çok da ayet peyda oldu. Otursayla trajektörya yüz bulmaydı ne? Kuant neyimsi. Benim şahsi bunda oluştaki sebep Bunda oluştaki sebep butunlay zarralar, meni o'rtasidagi energiyani o'rtasidagi aylanish. Bu amaliyotda mening ko'z qarashim bilmayamasa, mesela mayani ketib qolganda bir tal elektron, shu elektron emas, elektron meni bilan ta'sirlashib u o'ylab tugaydi. Yani keyin mana kelib, uning energiyasi yana boshqa narsa qilib, yana bir elektron paydo bo'ldi mayada. Yani u yana o'xshash shekil. Shunga kvantning shakllanishi balki mushunday bo'lishi mumkin deb mening farzim bor balki. Yaxshi misollar ko'rsatib
Rahmet, Allah razı olsun. Benim bir sualım var. Bu hazır kompüter dünyasında yaşadığımız yani kompüterler kiçilik uçurlar biz elektrondan mamlaşınalar. Yani onun bu foton dünyasına ötüşünün imkanı var mı? İmkanı var. Hazır şu yönün işte hazır tetkikat. Eğer elektronun fotonunu almazsa o süper nur tezligi yapılış, unutmuş. Hazır terapiye basışı. Terapiye basışı. Neye geçen, demek ki şu an gibi biliyorsunuz. Ne yakışık ya vakıda ondan bir kuant kompüteri hazırca meydandaki evini yok. Fakat nezriye cihetten muydavasında bulduğu deydiğin bir xil tetkikat yönelişi var. Mesela kuant adıslarının payını mesela bizde aytgan elektronluk kompüter hesaplaştığımızda silkinin asas kılı yerini ötküzgüç. Kompüterin en asas prensibi işçilik sistema. O çok iyi bir nöl. Şu bir nöl dediğin en xil olay, her xil hadisini iki sansfır özgerti oldu. Ya bir, o çok bir giden, yepek nöl giden. Yani şunun payını, şu sansfırlını, her xil hadisini sansfırga aylandırılıp, onu yeşil çıkar kompüter bizge analiz kılıp çıkartıyor. O anda degende yerini ötküzgüçünün çıkan elektronlar var. Elektronlar arasında erkek elektron bo'lgan ekan uning belgilik qarshiligi bo'ladi. Elektronniki belgilik tezligi osti bo'ladi deganda nisbatan aytganda. Agar foton bo'lib qolsa, foton nur tezligini tez bo'ladi. Buni energiyasi tejiladigan energiya oz bo'ladi. Endi uniki asas texnikasi o'xshamagan bilan asosliq ideyasi o'xshash. Qanday deganda logikadagi eng oddiy olay 0,1 deydiganni har xil shaklda ifodalab, masalan, foton orqali qanday qilinmasiga vaqtida bir tal men o'zimning burun degan narsa, burun qiziqqan narsani deb beray. Bir tal foton, bir tal yaproqchiga, nano yaproqchiga tushgan vaqtida bu titretadi bu nano yaproq. Foton titretadi. Titretgan vaqtida buni titrgan holatni mexanik alet. Hem foton bilen bağlanıp mexanik alet şekillendirdi. Hem şununki mexanik aletini nöl bir şekilde aylandırma işi bulundu. Mesela foton. Yani yan başka bir şekilde fotonunki kuantta adette ihtimal olsa bağ yok olan kalsa adetteki ihtimallıkta. Mesela çıkıl ihtimallık var, bağ yok deydi. Binary deyimiz böyle. Kompüter sayesinde kuantta 3 xil alet var. Nima uchun 3 xil alet dedik? Kuantning bir temel prinsipi var. O'zaro nima qilish prinsipi. Kuantniki qanday deymiz? O'zaro yig'ilish prinsipi var. Yig'ilish prinsipi qanday deganda bir xil bor alet, yo'q alet, endi 3-chi alet degan bor bilan yo'qni o'tirishlik bir alet. Bor bilan yo'qni o'tirishlik. Schrödinger müşkil deydiganni anlagan bo'lishinglar mumkin emas. Öylek müşük, saf müşük, öyleginden sakma oturası gibi bir müşük de adli kılıp bir düşünürler şu puan. Şu anda bakması iki xil nersini nemiga o'rlashtirish, ko'rplashtırsanız nurg'un bir uçur chiqadi. Agar uçulab qolsa, uchni o'rlashtirish, ko'rplashtırsanız uni da nechasi qatlab ketgan chiqadi. Shu uni sig'im mana yaxshi hisoblashtirish mumkin.